Hozirgi kunda ustoz bo'lish juda ham qiyin. Bolalar injiq, asabiy, xotirasi past, hech narsani eslab qola olmaydi. Lekin ota-onalar aybni o'zidan emas, ustozlardan qidirishadi. Agar sizni farzandingizni xotirasi past bo'lsa, asabiy, injiq, jizzaki bo'lib qolgan bo'lsa, demak bilingki, farzandingiz organizmiga yod yetishmayapti. Farzandingizni organizmini yod bilan to'yintirmoqchi bo'lsangiz, unda sizga ona sifatida Endomarin mahsulotini tavsiya etaman. Endomarin mahsuloti organik yod hisoblanib, tarkibi noyob komponentlarga boy. Farzandingiz organizmiga hech qanday zarar yetkazmaydi. O'zbekiston hududi endemik zonasi hisoblanganligi tufayli hozirgi kunda 3 bolaning ikkisida qalqonsimon bezi, ya'ni zo'b bilan bog'liq bo'lgan muammolar mavjud. Biz ota-onalar bu muammolarni hozirning o'zidayoq bartaraf etmasak, kelajakda farzandlarimiz ancha qiynalib qolishadi. Farzandingiz sog'lig'iga bee'tibor bo'lmang va hozirning o'zidayoq Endomarin mahsulotini xarid qiling. Batafsil ma'lumot va bepul konsultatsiyani qo'lga kiritmoqchimisiz? Unda izohlarda yod so'zini yozib qoldiring.